Davlatlararo aviatsiya komitetining mutaxassislari Qirg'izistonda halokatga uchragan laynerning ekipajini so'nggi so'zlashuvlari to'g'risidagi ma'lumotni analiz qilishga kirishdi. Bu haqda maxsus komitetdan xabar qilishdi. Laboratoriya xodimlari Qirg'iziston, Turkiya va AQSh mutaxassislari bilan birga so'zlashuvlarni barchasini yozib qoladigan qora qutidagi ma'lumotni ko'chirib olishganini, uning sifati yaxshi ekanligini xabar qildi. Shuningdek, komitetning mutaxassislari samolyot qulagan joyni tekshirib, fojia sxemasini tuzishdi. Qoldiqlarni yig'ish ishlari davom etmoqda. Dacha suvdagi fojiada aviakerosindan zaharlangan 5 bola kasalxonaga yotqizildi. Bu haqda Sog'liqni saqlash ministrligi bildirdi. Hozirda bolalar shifokorlar nazoratida, ularning eng kichigi 2 yoshda. Eslatib o'tsak, 16-yanvar kuni ertalab Boeing 747 samolyoti Dacha suv qishlog'iga qulagan. Unda 39 kishi halok bo'lgan edi. Dacha suv qishlog'iga yordam ko'rsatish ishlarini hukumat o'zi nazorat qiladi. Bu haqda vitse-premyer ministr Muhammadqali Abulg'aziyev hukumat komissiyasining yig'inida bildirdi. Uning bildirishicha, bugungi kunda hal qilinadigan asosiy masala ota-onasining g'amxo'rligisiz qolgan bolalarning keyingi taqdiri va aviahalokat sababli jabrlanganlarni uy-joy bilan ta'minlash bo'lib sanaladi. Yig'in davomida birinchi navbatda Dacha suv qishlog'idagi uylarni, buzilgan tomlarni qayta tiklash uchun yaqin kunlarda shifer berish zarurligini bildirdi. Prezident Almazbek Atambayev senzuraga rioya qilmaslik, mayda bezorilik va jamoat joylarida alkogol ichimliklarini ichganligi uchun jazolashni qat'iylashtirishni ko'zda tutadigan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonunni imzoladi. Bu to'g'risida prezidentning matbuot xizmatidan xabar qilishdi. Qonunning maqsadi yoshlarni tarbiyalash va jamiyatning axloqiy darajasini oshirish. Jamoat joylarida alkogol va tarkibida spirt bo'lgan mahsulotlarni, shuningdek giyohvand moddalarni yoki psixotrop moddalarni iste'mol qilganlik uchun ma'muriy javobgarlik choralarini kuchaytirish yo'li bilan jamoat xavfsizligini ta'minlashdir. Xabar qilishicha, ko'rsatilgan qoidabuzarliklar uchun 1000 so'mdan 3000 so'mgacha jarima ko'zda tutilgan. Agar fuqaro jarima to'lay olmasa, uni 8 soatlik jamoat ishlariga jo'natadilar yoki 5 kunga qamab qo'yadilar. Shuningdek, qonun loyihasida voyaga yetmagan shaxslar tomonidan alkogol mahsulotlari yoki gangituvchi moddalarni iste'mol qilish masalalariga e'tibor qaratilgan. Bunday qoidabuzarliklar uchun o'smirlarning ota-onalaridan 2000 so'mdan 3000 so'mgacha jarima olinadi. Nafaqani hisoblash usulini o'zgartirish ko'rib chiqilmoqda. Tegishli qonun loyihasi Jo'g'org'i Kengashning Budjet va Moliya komitetida muhokama qilinmoqda. Davlat nafaqa bilan ta'minlash va eng kam maosh to'g'risidagi qonunlarga o'zgartirish kiritilsa, nafaqani chegirish va uni ko'paytirish yo'llari soddalashtiriladi. Mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, 1997-yildan beri nafaqani hisoblash usullari bilan olib boriladi. Natijada fuqarolarning ijtimoiy fondga to'kkan puli bilan keyin olgan nafaqasining orasida farq chiqib, himoya qilish usullari saqlanmasligi paydo bo'lmoqda. Qirg'izistonga chet o'lkadan olib kelingan avtomashinalarning bojxona solig'i 2 marta ko'tariladi. Bu jarayon 2020-yilgacha davom etadi. Buning asosida Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo davlatlar bilan bojxona to'lovlari bir xil bo'ladi. Sababi, Qirg'izistonga kirayotgan avtomashinalardan olinuvchi haq boshqa o'lkalarga nisbatan arzon. Shu sababli Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi talablariga ko'ra boshqa o'lkalar bilan tenglashish zarur. Olib kelinadigan mashinalarning to'lovi to'g'risida navbatdagi lavhada so'z bo'ladi. 2017-yilning 1-yanvaridan boshlab Qirg'izistonga chetdan avtoulov olib kirishdagi boji to'lovlari 2 barobar ortgan. Iqtisod ministrligiga ko'ra, har bir avtoulov uchun to'lov o'rtacha 35 sentga ko'tarildi. Bu tarif so'nggi 5 yil ichida chiqqan ulovlarga tegishli bo'lsa, 10 yillik avtomashinaning boji to'lovi $2 yetadi. Bu 2 kub mashinaga boji to'lovlari $1000 qimmatlaydi deganini bildiradi. 2004-yili chiqarilgan motor quvvati 2000 kub santimetr Honda Accord mashinasining boji to'lovi o'tgan yili $13400 bo'lsa, bu yil o'sha narxning o'zi $14400 ga ko'paygan. Mazkur ko'rsatkich kelasi yili $15400 ni tashkil qilsa, 2019-yilda yana $1000 ga qimmatlaydi. Tariflarni yuqorilatish o'lkaga eski avtomashinalarning kirishini ozaytirish maqsadida amalga oshirilmoqda. Biroq ministrlikning bu qadami tadbirkorlarga to'siq qatori chiqimlarga kirgizishi mumkin. Bu kabi ulovlarga bo'lgan narx ko'tarilib, mijozlarning qatori keskin kamayishini sotuvchilar aytishmoqda.
Жаңа алып келейин десе салық қымбат, келген салықтардың үстінен ел ақшаға көтере албайды, чыдабай атат. Қымбат келет, аны ел ала албайды. Ақшасы бар адам алат, ақшасы жоқ адам қиналып ескі машина менен қалып атат азыр. To'lovlarni yuqorilatish hukumatning 2015-yili chiqarilgan qarori asosida bajarilmoqda. Bunga ko'ra ulovlarning boji to'lovlari 2014-yildan 2020-yilgacha bosqichma-bosqich ko'tariladi. Tahlilchilar bu bilan eski mashinalarning kamayishiga ishonishadi. Sababi bu muvaffaqiyatli odim deb hisoblaydi tahlilchi. Евразиясқа кіргендердің бардығы бағыл тарифті 3-4 есе көтерген, алардың тарифі мындай биздикине салыштырма 3-4 есе биік. Эми Евразиясқа кирип единый таможенный кодекс, салық кодекси кабыл аткандан кийин ошонун алкагында иштөөгө аракет кылыш керек да. Iqtisod ministrligi boji to'lovini bosqichma-bosqich yuqorilashini Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqqa a'zo mamlakatlardagi to'lovlar bilan tenglash maqsadida qilayotganini bildirdi. Sababi Qirg'izistonning ittifoqqa kirgan o'lkalar bilan boji to'lovlari bir xil bo'lishi shart. Bishkek-O'sh avtoyo'lining 255-chaqirimida tushgan qor ko'chkisi sababli bugun tongi soat 6 dan beri Sosnovka postida barcha avtomashinalar uchun cheklov kiritildi. Bu haqda Favqulodda holatlar ministrligidan bildirishicha, 23-25 yanvarda yoqqan va yog'ilishi kutilayotgan yog'ingarchiliklar sababli o'lkaning tog'li hududlarida va tog'li avtomashina yo'llarida qor ko'chkilari bo'lishini Favqulodda holatlar ministrligi bu vaqtgacha ogohlantirgan edi. Kecha O'sh-Bishkek yo'lida qor ko'chki tushib, avtomashina harakatiga cheklovlar bo'lgan. Umumiy foydalanuvchi avtomashina yo'llaridagi qor ko'chkilari xavfini bartaraf qilish maqsadida 24-dan 30-yanvargacha Bishkek-O'sh va Alabuqa-Qanishqiy avtoyo'llarida qorni maxsus tushirish bo'yicha ishlar boshlandi. Bu haqda Favqulodda holatlar ministrligining matbuot xizmati bildirdi. Qor ko'chki tushirilayotgan uchastkalar vaqtincha yopiladi. Bishkek-O'sh avtoyo'li to'liq yopilmaydi. Ta'kidlab o'tsak, qor ko'chkisini oldini olish ishlari huquqni himoya qilish organlari va tibbiy xodimlar bilan birgalikda olib boriladi. Ob-havo ma'lumoti homiysi Today savdo markasi. Today kofesi haqiqiy go'zallik, yaxshilik va sihat salomatlik ramzidir. Shahardagi barcha savdo rastalaridan so'rang. Today kofesi haqiqiy go'zallik, yaxshilik va sihat salomatlik ramzidir. Shahardagi barcha savdo rastalaridan so'rang.